O'zingizlarda xabaringlar bor. Bir necha yildan beri qizimni ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi. Qaysi doktorga boradigan bo'lsak, davosi yo'q deyishdi. Va nihoyat shifosi topilibdi. Chet elga olib borib operatsiya qildirishim kerak ekan. O'zingizlar bilasizlar, unga ham ancha-muncha pul ketib qoladi. Pul hammaga kerak. Bitta senga emas. To'g'rimi opa? Kecha yaqinda o'g'lim o'qishni bitirdi. Unga mashina olib berdim, bolalardan orqada qolmasin deb. Erta indin uni uyli joyda qilish kerak. Alohida ro'zg'or qiladi o'zi. O'zini o'rni borda hammasini ishlatadigan. Mana opam yordam bera qolsin, ha? Ukajon, xabaringlar bor. Men pochchem bilan Umra safariga ozmuncha pul yig'ib qo'yganman. Endi borish niyatim bor. Faqat haj safariga deb yig'ib qo'ygan pullarimni bera olmayman. Men sizlardan pul so'ramoqchi emasman. Sizlar bilan maslahatlashib mana shu uyni sotmoqchiman. Chunki bu uyda hammamizni yoshligimiz o'tgan. Qolaversa, oldi sotdi hujjat ishlariga sizlarni ham imzoingiz kerak bo'ladi ekan. Assalomu alaykum, nega kelmayapsiz? Va alaykum assalom. Hozir kiramizda, qani yuringchi. Ana akam ham keldi. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz keling, to'g'ri aytdingiz. Assalomu alaykum aka. Sen nima deyapsan? Bu uy hammamizga tegishli. Bu uy hammamiz otamizdan qolgan. Meni hammasidan xabarim bor. Seni farzanding davolanayotgan shifoxonada meni tanishim bor. U hammasini aytdi. Yıkkan terganlarimni va mashinamni sotib, hammasini bir joyga to'plab olib keldi. Pullarning o'zi yetarli bo'ladi. Mana ko'rsang. Aka, axir u mashinani yillar peshona teri qilib olgan edingiz-ku. Pul, mol dunyo, mansab topiladi. Otamiz ham, onamiz ham o'tib ketgan. Shunday og'ir kunlaringda men senga asqotmasam qanday aka bo'ldim?